إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى yer kurrasida o'zining xalifasi bo'lmish bu insonni yaratib va bu insonni hech qaysi bir maxluqqa bermagan ixtiyor sifati bilan mukarram qildi. Biror bir mavjudot ichida insondan boshqa mavjudot o'z ixtiyori bilan yashamaydi. Ular Alloh subhanahu va taolo shu mavjudot, tirik mavjudotga yaratilgan g'ariza bilan yashaydi. Inson bo'lsa boshqa mavjudotdan mukarram qilingan maxluq bo'lib, bu maxluq ya'ni o'zining mukarramligi ixtiyor sifati bilan bo'ladi. Bu sifat bilan Alloh subhanahu va taolo insonga xitob qildi va shu ixtiyor sifatini berib ba'zi narsalarga buyurdi va ba'zi narsalardan qaytardi. Inson shu buyurilgan narsasining ichidagi eng birinchi, eng asosiy narsa tavhiddir. Bu tavhid, takror aytamiz, ubudiyat, Allohni o'zigagina sig'inishlikda Allohni vahdoniyatini isbotlashlik. Boshqa sifatlarda ham Allohning vahdoniyatini isbotlashlik bu tavhid ma'nosi. Lekin asosiy mu'minni mushriklardan ajratadigan sifat Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina ibodat qilishlik. Alloh subhanahu va taolo qaytargan gunohlarning ichidagi eng kattasi shirkdir. Shirk amaliga giriftor bo'lgan insonni Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi va uning joyi jahannam, abadiy holatda jahannamda qoladi. Alloh subhanahu va taoloning vahdoniyatini isbotlagandan keyin, ya'ni yakka o'zigagina ibodat qiladigan banda bo'lgandan keyin, yo boshqacha qilib aytganimizda Allohning yagona ma'bud ekanligini isbotlagandan keyin unga farz bo'lgan amallarning ichidagi eng birinchi va asosiysi namozdir. Namoz boshqa farzlarning ustidagi asosidir. Namoz bilan boshqa farzlarning yana bir necha farqlari bo'lishi bilan birga, namoz har bir mo'min kishiga va ayolga farzdir. Kamolat yoshiga yetmagan bolalarga namoz agarchi farz bo'lmasa ham ularni namoz o'qitishlikka biz ma'murmiz. Ota-onalar ma'mur bo'lishgan shu farzandlarini namoz o'qitishlikka o'rgatmoqda. Ayollar faqat uzrlik soatlardagina namozni to'xtatishadilar. Ammo namoz bulardan boshqa, ya'ni uzrlik ayollardan boshqaga, er kishiga, ayol kishiga, qari kishiga, yosh kishiga va hamda boy, badavlat va kambag'al kishiga hammaga farzdir. Namoz farz bo'lgan kishilar biror daqiqa ulardan namoz soqit bo'lmaydi, birodarlar. Magar inson uxlab qolgan vaqtida, u turgan vaqtida namozni qazosini o'qiydi. Ya'ni bunda ham undan soqit bo'lmaydi. Biz inshaalloh namozning ba'zi bir qiyin holatlarda o'talishligi haqida inshaalloh darsimizning oxirida to'xtalib o'tsak kerak. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni
hisob qiladigan amallarning birinchisi namozdir. Shu namoz savol javobidan agar inson o'tib ketsa, boshqa imtihonlari inshaalloh Allohning izni bilan yurib ketadi. Ammo shu namoz imtihonidan o'tolmasa, uning holi achinarli bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini namozga buyurdi. Va aqimus solata va atuz zakata varka'u ma'ar roki'in. Ya'ni namozni barpo qilinglar. Zakotni o'taylar va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilinglar deyildi. Varka'u ma'ar roki'in inshaalloh darsimizning davomida namozni barpo qilishlikka buyurilgandan keyin ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilinglar degan so'z bu jamoat bilan o'talinishligiga dalolat qiladi. Inshaalloh biz darsimizda o'rtalarida to'xtalib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo namozlarida davomiy bo'lgan mu'min bandalarni Qur'oni Karimda maqtadi. Namozlarida xushu' bilan, tazarru' bilan Allohga munojat qilayotgandek o'zining his qilib namoz o'qigan bandalarni maqtadi. Namozning vaqtlarini rioya qilgan mu'min bandalarni maqtab, ularning najot topganligida shak shubha yo'q dedi. Estaizu billah, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum liz-zakati fa'ilun. Mana bu birinchi sifatida mu'minlarning namozlarida qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim da'imun. Mana bu namozlarida davomiy bo'lgan kishilarni albatta bir najot topganligida shak shubha yo'q edi. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Ya'ni xushu' bilan namoz o'qigan kishilarning najot topganligida shak shubha yo'q dedi Alloh taolo. Qur'oni Karimda qayerda namozga buyurilgan bo'lsa, undan keyin zakotga buyurilgan. Lekin mana shu sura Mu'minunda qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum liz-zakati fa'ilun o'rtada lag'vdan yuz o'girgan kishilar deb zakotni o'tashlik bilan namozni xushu' bilan o'qish o'rtasida lag'vdan bosh tortgan kishilar sifatini qo'shib ketildi. Qayerda namozni barpo qilinglar degan bo'lsa, zakotni zikri yonida keldi. Shu yerda xushu' labzi namozni xushu' bilan o'qishlik uchun o'rtada zakotni zikr qilinishligidan ilgari lag'vdan yuz o'giruvchi bandalar deyishligini vallohu a'lam ba'zi mufassirlar shunday talqin qilishadilarki, namozda xushu' bilan namoz o'qishlik uchun inson hayotida dini dunyoga keraksiz bo'lgan so'zlar va amallardan pok bo'lmoqligi shartdir. Shuning uchun xushu' lafzining davomidir bu lag'vdan yuz o'girishlik deganlar. Demak, bir kishi dini dunyoga keraksiz bo'lgan so'zlar, amallardan salomat bo'la olmasa, bu odam namozni xushu' bilan o'qiy olmaydi degan ma'noni bildiradi deydilar. Bu yerda ham namoz bilan zakot go'yoki yonma-yon zikr qilinyapti. Islom namozga juda e'tibor berdi va namozni o'qishlikni qattiq talab qildi. Tark qilgan odamni nihoyat darajada qattiq va'id bildirdi. Namoz dinning asosi dedilar. Namoz jannatning kalidi. Namoz amallarning eng yaxshisi va aytib o'tganimizdek qiyomat kuni hisob qilinadigan amalning birinchisi deyildi. Har bir hayotdagi imtihonlar ham bir necha savollarni o'z ichiga olgan bo'lsa ham, lekin bittasi asosiy bo'ladi. Shu asosiy imtihondan o'tishlik bilan boshqa savollardagi uncha javobning yaxshi bo'lmasligini e'tiborga olinmaydi-da, shu bitta savol markazlashtiriladi. Qiyomat kunidagi imtihonning eng markazlashgani birodarlar namozdir. Shuning uchun mu'min kishi qiyomat kuni namoz haqida savolga birinchi ro'baro bo'lishligini esdan chiqarmasligi kerak. Har namoz o'qiyotgan vaqtida oxiratda hamma mol davlat,
hamma qarindoshlar, hamma ota-onalar, hamma yori birodarlardan judo bo'lib turib, imtihon topshirayotgan vaqtimdagi imtihonimga tik turibman deb hisob olishmoqligi kerak. Shuning uchun Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu namozdan ilgari bir ranglari o'zgarar ekan. Savol qilishganlarda aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo amonatni toqqa, koinoti yerga ko'ldalang qildi. Tog'lar, koinoti yer bu amonatni men ko'tara olmayman deb bosh tortdi. Ammo inson shu amonatni ko'tardi. Mana shu amonat Alloh buyurgan 5 vaqt namoz degan ekan. Shu amonatni tog'lar ko'tara olmagan, koinoti yer ko'tara olmagan amonatni men bajarishlik uchun turibman. Shu amonatni o'tolmaymanmi yo yo'qmi deb ranglari o'zgarar ekan. Ibrohim alayhissalom Xalilulloh deb zot ham namozni barpo qiluvchilardan qiyin deb duo qilishlikka muhtoj edilar. Namozni barpo qilishlik haqida shunchalik qo'rqdilarki, Ibrohim Xalilulloh shu kishi ham qo'rqdilar. Robbij'alni muqimas solati dedilar. Meni namozni barpo qiluvchi qiyin dedilar. Namozni barpo qiluvchi kishilardan bo'lay dedilar. Namoz shunday amalki, zurriyotining ham namoz barpo qiluvchi bo'lishligini, namozni barpo qiluvchi bo'lishligini Allohdan so'raladigan narsadir. Robbij'alni muqimas solati va min zurriyati dedilar. Va shu duolarning maqbul bo'lishligini Allohga yolbordilar va taqabbal duo dedilar. Robbana va taqabbal duo dedilar. Alloh subhanahu va taolo Musa kalimulloh bevosita o'zi xitob qilgan Musa alayhissalomga birinchi vahiy soat kelganda va ana xtartuka fastami' lima yuha innani ana Allohu la ilaha illa ana fa'budni va aqimis solata li zikri. Namozni barpo qilishlikka birinchi nubuvvat vahiysi kelayotgan vaqtida buyurgan ulug' ibodatdir, birodarlar. Iso alayhissalom beshikda gapirgan vaqtlarda, chaqaloq bo'lib turgan vaqtlarda Rabb taoloning kelajakda namozga vasiyat qilganligini bayon qildilar. Va awsoni bis solati. Namozga meni Rabbim vasiyat qiladi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni tilovat qilishlikka buyurib, bevosita namozni barpo qilishlikka buyurdi. Utluma uhiya ilayka minal kitabi va aqimis solah. Islom namozni muhofaza qilishlikka ko'p ta'kidlab buyurdi. Alloh subhanahu va taolo xavf soatlarida ham, jang maydonlarida ham namozni barpo qilishlikka, muhofaza qilishlikka buyurdi. Faqat namozni o'qishlikda o'ziga emas, birodarlar. Namozni muhofaza qilishlikka. Chunki inson tashvishli soatlarida namozni muhofaza qila olmay qoladi. Bizi davrimizda-yu birodarlar, musulmonman, mo'minman degan kishilar namozni muhofaza qilishlikni salomatlik xotirjam vaqtida ham muhofaza qilishmaydi. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana. Namozlarni muhofaza qilinglar, xususan o'rta namozini. O'rta namozi mufassirlarning aksarlarini tafsirlarida asr namozi hisoblanadi. Asr namozi insonni dunyoga mashg'ul bo'ladigan soati va dunyo ishini oxiriga yetkazib qo'yadigan soati. Bir yo'li shu ishni bitkizib keyin asr o'qiyman deb shunda shayton aldaydigan soat. Shuning uchun o'rta namozi, asr namozini muhofaza qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo alohida ta'kid qildi. Va qumu lillahi qanitin. Va Alloh subhanahu va taologa qunut, tazarru' bilan turishlikka Alloh taolo buyurdi. Agar tashvish qilsanglar, ya'ni qo'rquv soati bo'lsa, piyoda yoinki markabda minib turgan soatda namozni o'qinglar dedilar. Ya'ni jang maydonida musulmonlar agar markabni minib turishgan soatlari bo'lsa, shu vaqtda markabdan tushishlik, pastga tushishlik nihoyatda qo'rqinchli dushman ularni namozda g'aflatda qo'ymoqchi bo'lib turganligini ko'rsa, markabdan tushmasdan turib ham namozni
jamoat bilan o'qiladi, birodarlar. Inshaalloh biz namozning ba'zi o'qilish uslublarini darsimizning oxiriga qo'yamiz. Namoz iymon bilan kufr o'rtasini ajratib turuvchi shiordir. Namoz bilan insonni mo'minmi, kofirligini ajratib olasiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam baynar rajuli va baynash shirki val kufri tarkus solat. Kishi bilan shirk, kufr o'rtasidagi ajratib turgan narsa namozni tark qilishlikdir dedilar. Namozni tark qilishligi bilan shirk, kufr tarafiga o'tib ketadi. Namozni barpo qilishligi bilan shirk va kufr tarafidan salomat qoladi dedilar. Ba'zi bir rivoyatlarda al-ahdu allazi baynana va baynahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Biz bilan namoz o'rtasidagi ularni o'rtasini ajratib turuvchi, ya'ni ular shirk va kufrdagi kishilar bilan bizlarni o'rtamizni, ya'ni mu'minlarning o'rtasini ajratib turuvchi narsa namoz dedilar. Kim tark qilsa kofir bo'ladi degan ekan. Buni mana 5 ta sahihda shu rivoyat qilingan. Ibn Hibbon va Hokim bular ham rivoyat qilishgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam namoz haqida shunday dedilarki: "Man hafaza alayha kanat lahu nuran va burhanan va najatan va kana yawm al-qiyamati ma'a Qarun va Fir'aun va Haman va Ubay ibn Khalaf." Ya'ni va man lam yuhafiz من حافظ تكرار قيما من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. أحمد بن حنبل مسندlarda keltirganlar, Ibn Hibbon o'zlarining sahih hadis to'plamlarida keltirganlar. Ya'ni kim namozni muhofaza qilsa, unga namoz qiyomat kuni nur va hujjat bo'ladi mo'minligiga va qiyomat kuni najot bo'ladi dedilar. Kim namozni muhofaza qilmasa, unga uning nuri bo'lmaydi va uning mo'minligiga hujjati bo'lmaydi. Najot ham unga bo'lmaydi. Qiyomat kuni Qorun bilan bo'ladi. Qorun Musa alayhissalomning davridagi Musa alayhissalomning yo'lini qabul qilmagan dinsiz birodarlar. Fir'aun bilan bo'ladi dedilar. Hamon bilan bo'ladi. Hamon Fir'aunning vaziri va Ubay ibn Khalaf bilan bo'ladi. Bu hadisni sharhida ulamolar shunday tavjih qilishgan ekanlar. Faman shaghalahu anis salati maluhu fa huwa ma'a Qarun. Qarun badavlat boy bo'lgan. Alloh subhanahu va taoloning bergan molini haqqini bermagan. Alloh subhanahu va taolo uni yerga yuttirib yuborgan, moli dunyosi bilan. Qorun bilan bo'lishligi namozdan insonni moli davlat to'sgan bo'lsa, ana shunday Qorun bilan bo'ladi. Kimni va man shaghalahu anha mulkuhu fa huwa ma'a Fir'aun. Ba'zi kishilarni ko'rasiz, namoz o'qigan. Mana biz shu yaqinda hammamiz ko'rdik birodarlar. Ko'pchilik buni ko'rgan. Namoz o'qiyotdi. Lekin mulki biror bir martabasining baland bo'lishligi bilan namoz tark qilgan. Shu mulkiga ishonib turib, martabasiga ishonib turib namozdan beparvo bo'lgan bo'lsa, Fir'aun bilan bo'ladi. Chunki Fir'aunni shu mulki g'ururlantirib tug'yonga solgan edi. Nima uchun Alloh subhanahu va taologa inson o'zgina martabasi oshishligi bilan sig'inishdan bosh tortadi? Demak, shu mulkmi Allohga bo'ysundirishlikdan qaytargan shu mulkmi Fir'aun bilan bo'lsin? Ana shunday tushunmoqligimiz kerak. Boshqa mamlakatlarga borsangiz, bir safda birodarlar bilmaysizki, yoningizda katta bir peshvo odam peshonasini sajdaga qo'yib, yig'lab siz bilan birga sajda qo'yayotgan. Bir safda turadi. O'zim men shu guvohi bo'ldimki, bir masjidda namoz o'qiyatsam, oddiy hamma odam barobar namoz o'qiyapti, xuddi mana namoz o'qiganimizdek. Hamma dunyodagi namoz bir xil birodarlar. Shunda bir kishi bilan mening libosim boshqa bo'lganligi uchun shu
shu libosimdan mehmonligim bo'lib ko'rishdim. Bu mana shu mamlakatdagi eng katta lavozimli odamlardan ekan. O'zim bir ko'zimga namlandimki, haqiqiy podshohlarni podshohisan Parvardigor. Ey Alloh, senga mana shu podshohlar sajda qilyapti. Haqiqatda kim o'zini tanigan odam podshohlarning podshohiga sajda qilgan odamdir. Ana shu mulkni shu Alloh subhanahu va taolo bergan deb e'tiqod qilish kerak. Va bu mulkni sajda qilgandan keyin mana shu Allohning bandalariga manfaati uchun xizmat qilmoqligi uchun bergan deb tushunadi. Ammo u hayotning o'zida musulmonlar safidan oddiy odamlar oldidan bosh tortib kibran shunday bo'lgandan keyin u Allohning bandalariga hech xizmat qila olmaydi, birodarlar. Mana bu narsa biz tushunaylikki, bu hadisning chuqur mazmuni, agar kimda kim mulki, martabasi namozdan to'sgan bo'lsa, Fir'avn bilan bo'ladi. Fir'avn nima uchun ilohlik da'vosini qildi? Mulki uni tug'yonga soldi. Agar u oddiy bir kimsa bo'lganda, mumkin u shunday salohiyatli mumkin. Juda ko'p hayotda ko'ramizki, birodarlar, ba'zi bir kishilarning martabasi oddiy bo'lganda ibodatda bo'ladi. Hajga borishga rag'bat qiladi. Hajga borib kelgan, ammo bu narsadan darrov bosh tortadi. Nima uchun? Mulki, uning kibri, mulk kibri uni ibodat qilishlikdan bosh tortadi. Ana u Allohga ibodat qilishlikdan bosh tortganlar bilan jahannamda birga bo'ladi. وَمَنْ شَغَلَهُ عَنْهَا رِيَاسَتُهُ. Ana ba'zi o'rinda hadisning lafzida Homon deydi. Homon Fir'avnning vaziri. Riyosat va vazorati uning vazir bo'lgan edi. Shu podshoh yanida turishligi uning ibodatdan man qilgan bo'lsa, u Homon bilan bo'ladi deyish. Ulamolar shunday tavjih qilishgan ekanlar. Ubay ibn Xalaf savdogar edi. Mushrik edi, dinsiz edi. Savdosi uni quvontirib, shu savdo bilan ovora bo'lgan edi. Hammaga uchun bu kerak bo'lgan narsa. Kimni savdosi namozdan mashg'ul qilib qo'ygan bo'lsa, u Ubay ibn Xalaf bilan jahannamda bir bo'ladi. Biz bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Demak, insonni ibodatdan to'sadigan narsalarning hammasi zikr qilindi. Namoz, birodarlar, til bilangina aytib qo'yilgan so'zlar bo'lib qolmasligi kerak. A'zolar bilan o'talib qo'yilgan amalning o'zi bo'lib qolmasligi kerak. Bu yerda Allohga xushu, tazarru qilishlik topilmagan holatda albatta topilishligi kerak. Namozda albatta zohiriy ko'rsatilgan amallar chiroyli suratda o'talish kerak. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'qiganlardaqa o'qishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Chunki bizga namozni o'qishi ta'lim berganlar. O'qishi ta'limlari asosida o'qiymiz. Namoz insonning quvonchi bo'lishligi kerak. Alloh subhanahu va taologa munojat qilish soati kelyapti deyish kerak. O'sha ibodat bilan lazzatlanishligi kerak. Farz namozning soatiga juda ham e'tibor bermoqligimiz kerak, birodarlar. Sunnat namozlarni xohlagan kishi masjidda o'qsin, xohlagan uyga borib o'qsin. Biz u haqda bahs qilmaymiz. Va ju'ilat qurratu ayni fi solah dedilar. Mening ko'zimni quvonchini namozda qilindi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz vaqti bo'lib qolganda arihna biha ya Bilal dedilar. Namoz bilan ey Bilal meni bir rohatlantiring dedilar. Azon aytishlikka u kishi shoshilib qolar ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taologa munojat qiluvchilarning eng ustozidir. U kishi namoz bilan rohatlanar ekanlar. Namozni o'qib bir rohatlanaydi emas ekanlar. Namoz bilan rohatlanaydi ekanlar. Biz birodarlar namozni bir og'ir vazifani o'tayotgandek, bir qutulayotgan amal deb tushunishligimiz. Mana shu namozimiz bilan jannatga kirmoqchimiz birodarlar. Namoz bilan arihna biha ya Bilal der ekanlar. Shu namoz bilan meni rohatlantiring ey Bilal der ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan amallarning eng Allohga suyumlisi nima degan savolga bittasiga javob berdilarki, as-solatu li vaqtiha, vaqtida namoz o'qishlik dedilar. Shuning uchun ba'zi ulamolar
Allohga amallarning eng suyumlisi vaqtida namoz o'qishlik deyilganligi uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shu hadislarni hujjat qilib, namozni vaqtida o'qishlikka harakat qilinmoqligi kerak dedilar. Bu xufton namozidan tashqari gap. Xufton namozini ta'xir qilinganligi afzal bo'laveradi. Lekin jamoat masalan ruxsat bo'lganligi uchun namozni avvalda o'qishlikka bizga ruxsatdir. Bu ham namozning vaqti hisoblanadi. Lekin afzal vaqti xufton namozini sal ta'xir qilishlik. Demak, biz namozning vaqtida o'qilinishligi Allohga eng suyumli amallardan deb bilmoqligimiz kerak. Salasatun la yaqbalullohu minhum salat. Man taqaddama qawman wa hum lahu karihun wa rajulun ata as-salata dibaran wa rajulun i'tabada muharrarahu. Sunan Abu Dawudda keltirilgan. 3 kishining namozini Alloh subhanahu va taolo qabul qilmaydi. Birinchi, bir odamlarga muqaddam bo'lib imom bo'lgan odamlar uni yoqtirmaydi. Mana bu odamning namozini Alloh qabul qilmaydi dedi. Ikkinchi odam namozga doim namozni dibaron, ya'ni dibaron buni namoz tavt bo'lgandan keyin o'qiydi. Namozni vaqtini o'tkazib o'qiydi. Alloh subhanahu va taolo buni qabul qilmaydi. Va uchinchi kishiki o'zining ozod qilgan quli bor edi. Ozod qilganida yana shuni ozod qilmaganman deb qul qildi. Mana bu odamning namozini Alloh taolo qabul qilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namozni xushu bilan o'qishlikka yo'llanma berdilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ashoblar bilan birga namoz o'qidilar. Namoz o'qib o'tirib turganlarida bir kishi kirib namoz o'qiy boshladi. U ruku sujudlarni tezda bajardi. Nihoyatda xuddi bir qush don cho'qigandek tezda bajardi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Aqarawna hada man mata ala hada mata ala ghayri millati Muhammadin sollallohu alayhi vasallam yanquru salatahu kama yanquru al-ghurabu ad-dama." Ibn Xuzayma o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Mana buni ko'ryapsizlarmi dedilar. Agar kim shuna namoz o'qib o'lib ketsa dunyodan dedilar, Muhammad alayhisalomning millatidan boshqa millatga o'tib ketgan bo'ladi dedilar. Namozini xuddi bir qarg'a qon cho'qiyotgandek cho'qib o'qiyapti dedilar. Va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namozni o'g'risini ham bayon qildilar. Asra'un nasi sariqa alladhi yasriqu min salat. O'g'rilar borki, moli odamlarning molini o'g'irlaydi. Bir odamlarning ichida eng yomon o'g'ri bor dedilar. U namozidan ozginadan o'g'irlagan odam dedilar. Qolu ya Rasululloh kayfa yasriqu min salatihi? Ya Rasululloh namozidan qanday kishi o'g'irlaydi dedilar. Qala la yutimmu ruku'aha va la sujudaha va la yuqimu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Rukusini komil qilmaydi dedilar. Sajdalarini komil qilmaydi va ruku va sajdalarda belini rukudan turganda, sajdadan turganda tik qilmaydi dedilar. Tik qilmasdan yana sajdaga ketaveradi. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini Qur'oni Karimda payg'ambarlarni maqtab sura Maryamda shundan keyin vujudga kelgan odamlarning ularning kelajakda jahannamga kiradigan kelajak odamlarni zikr qilgandagi sifatlarni zikr qilgan o'rinda birinchi namozni zoyi qilgan kishilar sifatini keltirildi. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. U ulug' zotlardan keyin, ya'ni payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhisalom va Musa alayhisalom, boshqa Ibrohim alayhisalom shularni hammalarini zikr qilib turib, bulardan keyin shunday odamlar borki, ular namozni zoyi qilishadi va shahovatlarga ergashadi. Mana bu odamlar tez kunda g'ayya, ya'ni to'g'ri yo'ldan boshqa yo'lga ro'baro bo'lishadi. Namozni zoyi qilishlik to'g'ri yo'ldan chiqishlikning birinchi alomatidir, birodarlar. Shu o'rinda namozni zikri bo'lgan o'rinda birinchi darsimizda avvalda o'qilgan va aqimus solata va atuz zakata varka'u ma'ar roki'in,
namozni barpo qilinglar, zakotni o'tanglar va ruku qiluvchilar bilan ruku qilinglar degan oyatni namozning jamoat bilan o'qishlikka buyruq deb tushunishadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namozni jamoat bilan o'qishlik haqida ko'p yo'llanmalar berdilar. Va bu narsaning masjidda o'qilishligiga ko'p yo'llanma berdilar. Agar bir masjidlar buzilgan bo'lsa, bu masjid buzilishi emas, birodarlar. Masjiddagi odamlarning buzilishligi. Masjidning imomi buzilgan bo'lsa, taqvosi bo'lmasa, islomni ajratib bilmasa, bu masjidning aybi emas, birodarlar. Bu shu odamning aybi. U bizga namozni jamoat bilan masjidda o'qimasligimizga uzr bo'la olmaydi. Bashiril masha'ina fi zulami ila al-masajid bin-nuri tam yawm al-qiyamah. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, qorong'iliklarda masjidlarga boruvchi kishilarga qiyomat kunidagi to'la nur bilan bashorat bering dedilar. Ya'ni qanchalik masjidga kelib jamoat bilan o'qishlik qiyin bo'lgan sari, shunchalik uning darajati baland bo'lib boraveradi. Jamoat bilan o'qilgan namozni mana hammamizga ma'lumki, salatul jamoati tafdulu salatal fajr bi 25 daraja. Jamoat bilan o'talgan namoz yakka o'qilgan namozdan 25 daraja baland deyildi. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Boshqa rivoyatda Imom Buxoriy rivoyatlaridan boshqalarda bo'lsa 27 barobar afzal dedilar. Agar har qanday odamning bir savdodagi bir molini bir barobar emas, birodarlar, biror bir odatda sotayotgan miqdordan yarim barobar qo'shiladigan miqdor boshqa uzoq masofada bo'lsa, hamma shu molini shu masofaga olib boradi. Shu masofani eshitib turib, u yerga olib bormasdan sotayotgan odamni majnun deyshadi odamlar. Ammo bu namozimiz bilib qo'yaylik 27 barobar daraja bo'lishligi, o'zida 25 barobar bo'lishligini jamoat bilan o'tamayotgan odam hech kim majnun bo'lmayapti, birodarlar. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hatto shunday dedilarki, "Ma min salasatin fi qaryatin wa la badin la tuqamu fihi as-salatu illa wa qad istahwada alayhim ash-shaytanu fa alaykum bil jama'ati fa inna ma ya'kulu dhi'bul qasiyata." 3 kishi bo'lsa bir qishloqda yo sahroda namoz sudi barpo qilinmasa, jamoat namozi barpo qilinmagan bo'lsa, shayton shularga g'olib bo'lib oladi. Shu yerda odamlarni hammasini xohlagan yo'liga solaveradi. Sizlar jamoatni lozim tutinglar. Bo'ri chetda yurganda yeb ketadi dedilar. Ya'ni shayton bo'ri. Ana bu chetda yurganda olib ketadi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها يعني ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لله. وحديث متفق عليه. من ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichamanki, bir o'tin terishga buyursam-u, o'tin terilsa, namozga buyursam, namozga azon aytilsa, keyin bir kishini imom bo'ling desam-u, imom bo'lib bersa, namozga hozir bo'lmagan odamlarni uylarini yondirib yuborsan dedilar. Demak, jamoat namozini shunaqa e'tiborga olib aytdilar. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana hammamizga ma'lum, yetalab yuradigan kishisi yo'q bo'lgan a'moga avvalda uyda namoz o'qishlikka ruxsat so'raganlarda ruxsat berdilarda, keyin chaqirdilarki, azonni eshitasanmi dedilar, eshitaman. Bo'lmasam azonga javob qil dedilar. Shunga ruxsat bermadilar. Ba'zi bir kishilar hatto Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifni hujjat qilib, juda ham bir qattiq bir so'zni aytgan ekanlarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, deb Abdulloh ibn Abbos rivoyatlari, "Man sami'al munadiya falam yamna'hu min ittiba'ihi 'uzrun, qalu wa mal 'uzr? Qala khawfun aw marad, lam tuqbal minhu as-salatu allati salla." Abu Dovud sunanlarda keltirganlar. Kim muazzinni eshitsa,
uniga ergashishlikdan uzr man qilmagan bo'lsa, shunda uzr nima deyishdilar? Shunda uzr qo'rquv, tashvish va kasallik dedilar. Ya'ni bir qattiq tashvishi bor yoki kasallik bor. Shu narsa man qilmagan bo'lsa, namoz o'qigan namozi maqbul bo'lmaydi degan ekanlar. Shuning uchun birodarlar, jamoat bilan namoz o'qishlikka nihoyat darajada e'tibor bermoqlik kerak. Alloh subhanahu va taolo namozni dankasalik qilgan kishilarning bu dankasaliklari namoz o'qiganlar emas, o'qimaganlar emas birodarlar, namoz o'qib dankasalik qilgan kishilarni munofiqlik belgisi. Mana va iza qamu ila solati qamu kusala. Namozga turishsa dankasa bo'lib turishadi. Mana bu narsa munofiqlik belgisi dedi. Qur'oni Karim bizga mana bu narsani ta'lim berdi. Masjidga odat qilib namozni 5 vaqt namozni o'qishlikka yurgan kishini iymon bilan guvohlik beringlar dedilar. Iza ra'aytumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iymon. Agar bir kishini, bu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu so'zlari, bir kishini masjidda odat qilib o'qiyotganligini ko'rsanglar, unga iymon bilan guvohlik beringlar. Mo'min kishi edi desanglar, haqqinglar bor degan ekanlar. Jamoat namozi haqida avvalgi darslarda ham ko'p bo'lganligi uchun shunga kifoyalanib, bu haqdagi ko'p masalalarni keltirmaymizda, kasal kishilar namozlarni qanday o'qiydi degan savolga mana darsimizda oxirida javob beramiz degandik. Kasal bo'lgan kishiga farz namozni tikka turib namoz o'qimoqligi kerak. Albatta, agarchi egilibroq turib o'qitursa ham tikka turib namoz o'qimoqligi kerak. Yo'inki devorga suyanib bo'lsa ham, yo bir asoga suyanib bo'lsa ham tikka turib namoz o'qishlikka harakat qilmoqligi kerak. Endi shunday bo'lsa ham tikka turib namoz o'qishlikka qodir bo'lmasa, farz namozni aytyapmiz ko'proq birodarlar. O'tirib namoz o'qiydi. O'tirib o'qigan namozning ichidagi afzali chordana qurib namoz o'qishlik afzaldir. Agar o'tirib turib namoz o'qishlikka ham qodir bo'lmasa, u qiblaga qaragan holatda yonboshlab namoz o'qiydi. Yon tomonini o'ng tarafini qo'yishligi afzal bo'ladi. Agar qiblaga qarashlikka qodir bo'lmasa, yo'nalishi qaysi tarafga bo'lsa ham shu yoqqa qarab yonboshlab turib namoz o'qiydi. Shu namozni qaytarib o'qimaydi. Shu namoz bo'lgan bo'ladi. Agar yonboshlab turib namoz o'qishlikka ham qodir bo'lmasa, ikki oyog'ini qiblaga uzatib, chalqancha yotib namoz o'qiydi. Shu vaqtda boshini tagiga biror bir narsa qo'yib, ozgina qiblaga yo'nalishlik uchun boshini sal ko'tarib qo'yilgan afzalroqdir. Agar ikki oyog'ini qiblaga uzatishlikka ham qodir bo'lmasa, u qanday turib bo'lsa ham namoz o'qiydi. Ruku sujud masalasida kasal kishi albatta ruku va sajda qilib namoz o'qishlikka harakat qilmoqligi kerak. Agar ruku sujud qilishlikka qodir bo'lmasa, boshi bilan imo qilib namoz o'qiydi. Sajdani rukudan ko'ra imoda pastroq qiladi. Agar shunday kasal bo'lsaki, ruku qilishlikka qodir, lekin sajda qilishlikka qodir emas. Shunda ruku holatida ruku qiladi, sajdada bo'lsa imo bilan sajda, imo qiladi. Agar sajdaga qodir bo'lsa-yu, rukuga qodir bo'lmasa, sajda holatida sajda qiladi-da, rukuda bo'lsa imo qiladi. Ruku va sajdada boshi bilan imo qilishlikka ham qodir bo'lmasa, ikkita ko'zi bilan ishora qiladi sajdani. Ko'zini yumishlikda rukuda cholaroq yumadi, sajdada butunroq yumadi. Rukuda yumganidan ko'ra sajdada ko'proq yumadi. Ammo barmog'i bilan sajda rukuni ishora qilishligi bu durust emas birodarlar. Boshi bilan imo qilishlikka qodir emas. Ko'zi bilan ham ishora qilishlikka qodir bo'lmasa, qalbi bilan namoz o'qiydi. Takbir aytadi, qiroat qiladi, rukuni niyat qiladi. Hammasida sajdani niyat qiladi, qiyomda niyat qiladi, o'tirganlikda niyat qiladi, qiroatlar ham qalbi bilan bo'lsa ham qiroat qiladi. Chunki hadis shariflarda
har bir kishi niyat qilgan narsa. Kasal odamga har namozni o'zini vaqtida o'qishlik vaqt nuqtai nazardan kerakdir. Qodir bo'lgan vaqtga qodir bo'lganini hammasini qiladi. Agar unga har bir namozni vaqtida o'qishlik qiyin bo'ladigan bo'lsa, peshin bilan asrni jamlab o'qishligi ruxsat bo'ladi. Takror aytamiz, agar har bir namozni vaqtida o'qishlik qiyin bo'ladigan bo'lsa, u peshin bilan asrni va shom bilan xuftonni ikkovini jamlab o'qiydi. Yo jam'a taqdim qiladi. Jam'a taqdim deganimiz ma'nosi shuki, peshin vaqtida peshinni o'qib va orqasidan asr o'qiydi. Yo'inki shomda bo'lsa, shomda o'qib va orqasidan xuftonni o'qiydi. Bu jam'a taqdim. Jam'a ta'xir qiladi, yo'inki peshin vaqtidan o'tkazib turib, asr vaqtida peshinni va asrni jamlab o'qib oladi. Xufton vaqtida shom bilan xuftonni jamlab o'qib oladi. Takror aytamiz, har bir namozni vaqtida o'qishlik mashaqqatli bo'lib mumkin bo'lmaydi. Insonning shunaqa holat olgan bo'lsa, o'ziga muyassar bo'lganiga qarab o'qiydi. Ammo ertalabki namozni xufton bilan jamlab o'qimaydi. O'zi bomdoddan keyin keladigan peshin bilan ham jamlab o'qimaydi, ruxsat yo'q. Agar kasal odam musofir bo'lsa, sog' odam ham gap shu, namozni qasr o'qiydi. Tushunarlimi? O'zining mana 15 kunlik niyat qilib chiqqan bo'lsa, musofirda qoidalarni bilamiz. Musofir odam namozni, sog'lom odam ham, kasal odam ham albatta qasr o'qiydi. Biz ko'proq uzrlik o'rinlarni gapirganimiz uchun kasalga qaytib gapiryapmiz. Agar kasal odam musofir bo'lsa, sog' odam ham gap shu, namozni qasr o'qiydi. Tushunarlimi? O'zining mana 15 kunlik niyat qilib chiqqan bo'lsa, musofirda qoidalarni bilamiz. Musofir odam namozni, sog'lom odam ham, kasal odam ham albatta qasr o'qiydi. Biz ko'proq uzrlik o'rinlarni gapirganimiz uchun kasalga qaytib gapiryapmiz. Men agarki bu kitoblarda ko'rmagan bo'lsam ham, bir kishi notoq joyga tushib qoldi. Hamma yo'g'i notoq narsalar. Mana shu yerda turgan vaqtida namozni nima qiladi degan savol bo'lib qoladi. U chiqishning iloji yo'q. Turibdi, biroq tortib oladigan odam ham yo'q. Shu yerda turibdi, liboslar hammasi notoq. Shu yerda imo bilan boshini bu masalalar bilan bizga bildirganlar. Namoz o'qimagan odam qiyomat kuni najot topmaydi, xotirjam bo'lsin. Chunki Alloh subhanahu va taolo uni imtihon qilishlikka hojati yo'q. Insonlarda kiribla qaytib chiqib ketadigan odamlar bor, yiqiladigan. Buni nimasini imtihon qiladi? Imtihon qilinadigan narsaning birinchi savoli namoz bo'lsa, u namozni chola o'qigan bo'lsa imtihon bo'ladi. Chola o'qigan, namozni o'qimagan bo'lsa imtihon yo'q, imtihon qilinadigan narsa yo'q. Qiyomat kuni bu kofirlarga biz vazn tarozi qo'yib o'tirmaymiz. Taroziga bir narsa bo'lsa, tarozi kerak bo'ladi. Qiyomat kuni biz tarozi qo'yib o'tirmaymiz deydi. Biz musulmonmiz. Bu musulmonman degan odamlarga. Ammo musulmon emasman degan bo'lsa, unga o'zining ixtiyoridir. Islom uni islomga kirishlikka majbur qilmaydi. Xohlasin musulmon bo'lib, jannatda abadiy dunyo va oxiratning saodatiga erishsin, xohlasin musulmon bo'lmasdan jahannamga o'tin bo'lsin. Shuning uchun biz mana bu joyda murosa qilmasligimiz kerak birodarlar. Baribir biz namoz o'qishlikka iymonni da'vat qilib majburmiz. Islomda majburlik yo'q, islomga kirishga kirmaslikka majburlik yo'q. Xohlasin takror aytamiz, musulmon bo'lib jannatga kirsin, xohlasin musulmon bo'lmasdan jahannamga o'tin bo'lsin. Lekin musulmonman degandan keyin u majbur namoz o'qishlikka. Bo'lmasam, mana qiyomat kuni unga Alloh subhanahu va taolo fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ularga tarozi qo'yib o'tirmaymiz deyapti. Namoz ubudiyat sifatini o'zimizdagi isbotlovchi shi'orimizdir. Men Allohning quliman degan so'zimizning, da'voyimizning isboti birinchisi namozdir birodarlar. Takror aytamiz, Alloh buyurgan amallarning eng birinchisi tavhid, ya'ni Allohning yagona ma'bud deb bilish, yer kurrasida va koinotda hech Allohdan boshqa sig'iniladigan zot yo'q. Faqat Alloh subhanahu va taolo o'zi yagona ma'buddir deyish.
deb e'tiqod qilish. Eng Alloh qaytargan narsalarning eng kattasi shirkdir. Shirk keltirgan odam najot topmaydi. Agarki kechasi turib yig'lagan bo'lsa ham, kunduzi ro'za tutgan bo'lsa ham najot topmaydi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Shu iymonga tavhid bilan kirgandan keyingi amallarning eng asosiy birinchisi, qiyomat kuni birinchi so'radigan narsa namozdir. Namoz o'qimagan odam najot topmasligida shak shubha yo'qdir. Shunday bilishimiz kerak. Bunga ba'zi kishilar g'azablanishligi mumkin. Lekin g'azablansa, o'zini tomdan tashlab olsa, baribir gap shu. Boshqa iloji yo'q bu narsa. Shuni ham eslatib qo'yaylikki, Alloh subhanahu va taolo namoz o'quvchi, barpo qiluvchilarga eng katta mukofotni va'da qilishligi bilan birga namozlardan beparvo bo'lgan kishilarning holiga vayl e'lon qildi. Favaylul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Namozlardan beparvo bo'lgan kishilarga vayl bo'lsin, ya'ni azob bo'lsin, jahannam bo'lsin dedi. Namoz sayyoralarda ketayotganda soqit bo'ladi deganlar ham hozirgi so'zlarni eshitsin. Namoz motor, ya'ni toiralarda ketayotgan vaqtida ham soqit bo'ladi deganlar eshitsin. Namoz ko'z qimirlanmaydigan bo'lib qolgan vaqtda ham qalb bilan o'qiladigan amaldir. Men o'zimni boshimdan o'tgan narsani aytib beraman. Toirada xorijiy mamlakatga borganimda, uzoq masofaga chiqqan vaqtimda shu toirada ertalabki namozni o'qishlik to'g'ri kelib qoldi. Shu ertalabki namozni azon aytdim. Ki birov iqtido qilishib birga jamoat bo'lsa edi. Hech kim o'rnidan turmadi. Har xil millatlar chiqqan. Shunda namozxonlar bor ekan. Shunda bir kishi menga arab tilida xitob qildiki, osmondan namoz o'qiyapsiz dedi. Men u arab tilini yaxshi bilganligi uchun unga shunday qisqacha bir aytib qo'ydim, lekin tarjimasi bo'lsa birodarlar, u lazzat ketib qoladi. Tarjimasini aytib bersam ham, va huvallazi fis samai ilahun va fil ardi ilah dedi. Biz Allohni osmondan Alloh deymiz, yerdan Alloh deymiz dedi. Shundan boshqa so'z aytmadi. Osmonda nima uchun namozni biz tark qilamiz? Ayting mana. Allohni Allohligiga yerda yurganda o'ynaymizmi? Demak, biror bir sayyoraga chiqsak, namozning afzali vaqtida o'qishlik deyiladi. Demak, bu namozni soqit bo'ladi degan odamlar xayolparast odamlar. Namoz hech qachon soqit bo'lmaydi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana Ibrohim alayhissalomdek zot Robbij'alni muqimat salati degan ekanlar. Xudoyim men namozni barpo qiluvchi qilgin degan ekanlar. Shunday zot. Va min zurriyati, zurriyatimni ham min kalimasi kelishligi bir inson seskanadigan zurriyatimni ba'zisini, insonning zurriyatini hammasi namozni barpo qiluvchi bo'lmaydi. Mana ko'rib turibsiz. Ajoyib hofizi Qur'on, ajoyib alloma, ajoyib bir e'tiqodlik o'tgan oilalarda namoz qilmadi, birodarlar. Bu yerda dinga qarshi kurashish qoldi. Shuning uchun namozni barpo qiluvchi qilgin degan so'zdan keyin zurriyatimdan ham degan narsa esdan chiqmasligi kerak. Chunki zurriyat nima bo'ladi bilmaymiz. Ertaga falonchi turing yoningizdan desa, o'rningizdan tursiz. Mana sizga a'lobiz desa, bittasi masjid buzgan, bittasi ibodat qilmagan, bittasi dindorni qilmagan, bittasi dinsiz, mana shunday odamlar bo'lsa, juda ko'p faryod chekasiz. Mana shu sizdan vujudga kelgan avlod bo'lsa, biz albatta mas'ul bo'lmaymiz, lekin shunday holatni ko'rishlik tamomiy bashariyat oldida bu juda og'ir narsa, birodarlar. Mana bu hayotimizda ko'rib turibmiz, hammamizning turgan yashayotgan joyimizda namunaki insonning shunday pokiza xonadonda namoz qilmadi, birodarlar. Ajoyib xonadonlar edi bo'lganligini, shunday xonadonlarda din qilmadi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin shunday bo'lishligini. Nomlarini eshitsak, ajoyib dadalarning ulug' zot bo'lganligiga dalolat qiladi. Hamma nomlar islomiy nomlar.
islomga bog'langan nomlar. Mana bunday islomiy bog'langan nomlar bilan islomni hech qanday tushunmasdan yashayotganlar. Shuning uchun biz namozga murosa qilmasligimiz kerak, birodarlar. 5 vaqt namoz o'qishlik farzdir, islomning asosidir, islomning ustunidir, islom imoratining ustuni namozdir. Birodarlar, bu xatlar nihoyatda ko'payib ketdi. O'ylayapsizki, birodarlar, biz qabristonda qurilgan masjidda namozni o'qimaymiz. Bizni aniq bilamiz bu narsa. Bir joyda azon aytilsa, shu azon aytilgan masjidga kirish shart emas. Masjidga kirilsa bo'ldi. Tushunarlimi? Men bu yerda masjidlarga jamoat bilan namoz o'qishlikka aytganligim ba'zi bir e'tirozatlar bo'lishligi mumkin. Shu e'tirozatlarga ham javob aytib qo'ying. Savollarning ichida bo'lsa, shunga javob bo'ladi. Jamoat bilan namoz o'qishlik ulug' amal ekanligida shak shubha yo'q. Lekin musulmon imom bo'lgan o'rinlarda bu vaqtlarning hammasiga biz ro'baro bo'lmaymiz. Shunday bo'lganda ham bo'lsa ham biz jamoatni uyda bo'lsa ham jamoat bilan namoz o'qimoqligimiz kerak. Lekin va'dalarning ko'pi masjidda bo'lgan jamoatga bo'lgan. Masjidda namoz o'qimagan odamni butunlay surib tashlashlikka bizning haqqimiz yo'q, birodarlar. Ammo islom imomi buyruq qilib turgan vaqtda unda jamoat bilan namoz o'qimaslikka biz uzrimiz qolmaydi. Shu va'idlar hammasi shunga bo'ladi. Kar soqov odamlar qanday namoz o'qiydi degan ular. Bular hammalari imom bilan o'zlari mana ruku sujud qilishadi va talaffuz qilolmaganlar albatta buni niyat qilib turib o'qiydilar. O'zini imkoniyatini hammasi nima qilmaydi. Ayyomun nah haqida so'radilar va ba'zi so'zlarni keltiribdi. Bu so'zlar rost yolg'onligidan men xabarim yo'q. Sahih rivoyat qilingan so'zlar bo'lmasa kerak. Lekin nah so'zi nah deb bahsiz degani. Fi ayyamin nahisat Qur'oni Karimda keladi, bahsiz kunlar degani. Ya'ni bahsiz kunlar qaysi? Mo'min odamga baxtsiz kunlar, Allohga osiy bo'lgan kunlari baxtsiz kunlari. Va o'zining shariatga xilof ishlar bilan yashagan kunlari baxtsiz kunlari. Ya'ni Samud qabilasini Alloh taolo zikrida keltiradi. Samud qabilasini, Od qabilasini Alloh taolo baxtsiz kunlarda xalq qiladi. Chunki ularni Allohning buyurilgan vaqtida qabul qilishmadi, mo'jiza talab qilishuvdi, mo'jizalar kelganida ularni ham qabul qilishmadi. Shuning uchun shunda xalaq bo'lishib ketdi. Baxtli boshqa bir kunni baxtsiz kun deyishlikka bizning haqqimiz yo'q. Baxtsiz kun juma kunida Allohga osiy bo'linsa, shu odamning baxtsiz kuni bo'ladi. Tushunishimiz kerak. Maxfiy o'qiladigan namozlarda qiroatni jahriy qilib qo'ysa, deb savol qilsa, albatta sajda sahv qiladi. Burada bir kishi bir hadisni sharhlab bering deb yozibdilar. Namoz albatta shu so'zni aytishga biz avvalgi darslarimizda kifoyalandik. Namoz seni yaxshi ishlarga yo'llasa va yomon narsalardan qaytarsa, bu haqiqiy namoz bo'ladi degan ma'no mana Qur'oni Karimda innas salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namoz buzib ishlardan qaytaradi, yaxshi ishlarga albatta yo'llaydi. Bu namoz yaxshi ishlarga namoz o'qisa-yu, boyagidek noshar'iy ishlarni qilib yuraversa, bilsinki namozining maqbul bo'lmayotganligini bilsin. Ba'zi nomlar to'g'risida so'rabdilar. Qahhor, Rahmon degan nomlardir. Abdurrahmon, Abdul Qahhor bo'lish kerak. Ularni abd bilan aytilishi kerak. Bir imomni juma namozida o'qisa-yu, lekin tajvid qoidalarini bilmasa, to'g'rimi deyilyapti. Tajvidga xilof, ya'ni o'qilishlik turli bo'ladi. Ba'zi tajvidga xilof bo'lgan narsalar mustahab, tajvidda masalan namoz buzilishligiga aloqasi yo'q joylarni buzishi mumkin. Bular yaxshi emas. Ammo namozda ma'no buziladigan bo'lsa, ma'no buzilib ham bo'lib ham namoz buziladigan suratda buzilsa, unda imomga o'tishligi mumkin emas. Bu odam bilib turgan odam iqtido qilmaydi. Bir kishi ba'zi nimalar to'g'risida so'radi, namoz shunaqa narsalar so'radi. Hani bu naslarni chekishda bular shariatga zid narsa bular. Bu endi bunda ohak moddalari bor, birodarlar, bu odamni halok qiladigan narsalar bor. Alloh subhanahu va taolo insonning oshqozonini
boshqa narsalarning oshqozondan baquvvat yaratganki, shunday odamlar ham havzaga o'lib qolsin deb. Bo'lmasa ilonga siz o'ladi birodarlar. Shu oshqozon bo'lsa, oshqozondan boshqa narsani hazm qilib oladi. Oshqozon moddasidan boshqa narsani oshqozon hazm qilib oladi. Shu inson shunaqa inson bu deb qo'qqisdan, savdo qilmasdan o'lib qolmasin deb shunaqa makkan yaratib qo'ygan ekan. O'zi yumshoq bo'lsa ham nihoyatda makkan. Bu narsalar bu shariatga zid narsalar bular endi. Bularki namozni, ro'zani farz bo'lishligi, kamolatga yetishligi bilan. Lekin shunga qaramasdan yoshligidan biz 7 yoshlardan namoz o'qishlikka buyurishga ma'murmiz. Inshaalloh bu yerda bir kishi zakot haqida so'rabdilar. Alloh nasib qilsa, va'da qilaylik, yana darsga inshaalloh zakotni dars qilamiz. Namozdan keyin zakot bo'ladi. Bu yerda ba'zi bir nimalar borki, bir kechada Qur'oni Karimni xatm qilishligi haqida o'tgan salaflarning zikrlari keladi, lekin ular bu to'g'risidagi gaplar to'g'ri emas, birodarlar. Mabodo xatm qilingan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga o'tgan salaflar ko'p amal qilishganlar. U payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 kundan tezroq bo'lgan xatmni hech narsa o'qimabdi deganlar. Shuning uchun 3 kundan tez xatm qilishmagan. Ular bizdan ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga ko'p amal qilishganlar. Shuning uchun bir ayollardan 15 bora, bir ayollarda 15 bora o'qiganlar deb, u kishilar unaqa namozda bir ayolab turadigan nodon kishilar bo'lgan emas. Ular namozda 2 ayolab turishganlar. Uni bir oddiy bir odamlar bir namozda masalan bir ayolab tursangiz, sizni namozingiz durust emaydi bunda desangiz, ular juda ulug' zotlar bo'lganlar. Xususan Imom Azam rahmatullohi alayhi haqlariga bir oyda 15 bor o'qib degan narsa tuhmat bu narsa. U kishi namoz o'qishni u kishi bizlarga o'rgatgan kishilar ular. Biz aytamiz, bu yerda namoz o'qimaydigan otalar majbur bu shunday nima qilsa, aytamiz, namoz o'qimaydigan otalarga yaxshilik qilishlikka shariat bizni buyuradi. Itoatni Allohga bo'lishlikka buyuradi. Biz yaxshilik qilaveramiz. Dadamiz kim bo'lsa ham muruvvat qilaveramiz, dunyoviy muruvvatlarimizni qilib boraveramiz. Ammo itoatni Alloh subhanahu va taolo qilamiz. Shu ko'plari duo qiling dedilar. Alloh subhanahu va taolo talab ilmlarga Alloh taolo ilm bersin, amal qiladigan ilm bersin. Kasallarga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo ba'zi farzand Alloh subhanahu va taolo bizga ham bersin, solih farzandlar deb Alloh taolo solih farzandlardan bersin. Alloh subhanahu va taolo bu ba'zilarini nima qilishdilarki, aka-opalarimizga katta islomiy ilm, pok iymon, e'tiqod so'rab duo qilib bersinlar deb Alloh subhanahu va taolo hammalariga ham oilalarga Alloh taolo islom e'tiqodini Alloh taolo nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo qalbi haqiqatda teskari bo'lgan odamlarga Alloh taolo to'g'ri qalb bersin. Alloh subhanahu va taolo tuhmat qilib yurgan odamlarga tuhmat qilmaydigan qalb bersin. Alloh subhanahu va taolo tavba qilishlikka ulguradigan qilib qo'ysin shularni. Jahannamga o'tin bo'lib qolishlikdan Alloh saqlasin, birodarlar. Bu endi vaquduha an-nasu wal hijara. Jahannamda o'ti borki, uning o'tini odamlar deyapti Alloh taolo. O'tini odamlar yaqiladi u yerda. Iymon keltirmagan, Allohni inkor qilgan, Allohning yo'liga qarshi bo'lganlar bu yerda yonadi. Alloh subhanahu va taolo shu jahannamga o'tin bo'lib ketib qolishdan Alloh saqlasin. Ajoyib chiroyli yuzlar, ajoyib chiroyli aqllar bilan jahannamga ketib qolishi juda alamli narsa bu. Alloh subhanahu va taolo shularning hammalariga Alloh taolo tavfiq bersin, hidoyat rushd bersin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. O'tgan vaqtlardagi namozda beparvoligimizni Alloh kechirsin. Alloh subhanahu va taolo kelajak hayotimizda namozni barpo qiluvchilardan qilsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi